Agar siz qaysidir ishni yoki kasbni boshlamoqchi bo'lsangiz, lekin ustozingiz bo'lmasa, ishonavering juda qiynalasiz. Assalomu alaykum, Chorva O'zbekiston kanalining ashaddiy obunachilari. Do'stlar, Makkadan turib duo qiladigan ustozim bor. Keyin hali video olishni bilmayotgan paytim, "Uka, men bilan ishlaydigan ustozim bor." Kanal ochgan paytim, "Aka, kanalni mana qiling" degan yana bitta ustozim bor. 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni. Akam akasi, ustoz va murabbiylar kuni. Do'stlar, keldik. Birinchi katta videoyimni Majdargohdan olgan edim. Niyat qilganlar. Hammanglar niyatinglarga yetinglar. Mana bularni qaranglar, rost egasam originallari. Toshkent viloyati Qibray tumani. Rekord fermaga keldik. Sayfiddin aka, assalomu alaykum. Aka, bormisiz? Tuzumsiz, charchab qolmasdan. Rahmat, yaxshi yetib keldingizmi? Har doimgidek nomingizga yarasha sifatlari, gullari. Bular qanaqalar? Sayfiddin aka, bitta aytib ketaver endi, jon aka. Bo'g'ozmi hammasi? Hammasi bo'g'ozlar aka. Aha. Endi ana yetilib tayyor bo'lganlar turmayapti. Ha. Sut sezon keldi-da. Ha, keldi. Tug'di ketdi bo'layapti-da hozir. Voy, mashalloh. Mana buni qaranglar. Turnalik aka, bu turnalik. Ha. Mana shu ham 8 oylik. 1 oyda o'zini ko'rsatadi-da bu. Ha, bular endi qarang, ana ost to'ldi-da. Elini suvlanib boshladi. Molni qarang. Bularni mashta quyoshga chiqaraylik-da, soyada joy ham ko'rinib bormaydi. Allah tursin qarang. Hozir ularga ham keladi. Bu yerda birinchi qorinlar ham bormi Sayfiddin aka? Narxi qo'radi. Unga ham o'tamiz. Ha, bular hozir nechinchi qoringa? Bular 2-3lar. 2-3lar bu yerda. Ha, mana shu 8 oylik bu ham. Mana? Voy, bu pirchoskalar boshqacha-ku. Hay. 8 oylik, elini solgan ancha-muncha. Ha, buniki mana. Mana qaranglar. Sayfiddin aka, bularning pullari qanaqa? Nech pulgacha? Mana shu-chi, mana shu opshimollar. Ha, mana shu qo'radik. Ha, 40 milliondan 65 milliongacha mollar bor. Shu dargohda. Ha. Kelib, mama deysa, tepa sodasi bo'radi-da. Shunaqa. Mana qarang. Mollarni mendan yaxshi bilasiz, mana bugun boshqacha narx, erta boshqacha narx. Shunaqa tem bo'lib yo suv tushgan sari yuguraveradi. 8 oyligi boshqacha narx, yangi tuqqani boshqacha narx. Mana qarang. Yukini yugurib yuribdi. Ya bular aka bitta bor ichida oyog'i og'riyotgan. U ham mashinada qisib olibdi, mana kichkina. Qaysi? Ha, mana bunisi. U ham oyog'i toza, faqat mashinada kelayotganda pasini shilib olgan. Ha, yurib ketadi. Ha, dori sepib turibmiz. Ha, qarang, maqtanchoq. Aka, bular nima galishtiymi, daniyami, nemismi, nima bular? Qarang, buni ichida aralash. Galishtini ham bor, Slovakiyaniki ham bor. Mana buni Slovakiyaka. Mana bu. Provozning oyog'ida kelgan-a, shunda? Ha, shunda birinchi qorinlikda kelgan, hozir ikkinchi qoringa. 8 oylik bo'g'oz. Bularga 35 ta sut beradi, uyat bo'lsa kerak-a? Mana shu qo'ra kami 40 ta. Mana shu qo'ra kami 40 ta. Ha, qarang. Mana bu eski rossiyskilardan bu. Faqat shoxi olingan. Ha, go'shtdor bor. Ha, go'shtdor bu. Tuqqandan keyin ham ozmaydigan sorti. Orqalar ham pechat-u korobka. Ha, bu fermada faqat saralanganlaridan yana tanlanadi. Shu. Aka, mana bunaqada bularchi hozir boriga ishonmasin. Mana bugun kelib erta ketyapti. Erta kelib indin ketyapti. To'g'ri. Ha, hozir borlarini shunday bitta yoritib bersangiz, erta kelganingizda bu mollar bo'lmay qolib boshqalari bo'lishi mumkin. Boshqalari ham bo'lishi mumkin. Mana shvetlar bor edi, sotdik. Sementallar bor. Ulgura olmadim-da. Ha, sementallar bor edi, sotdik. Shvetlar lekin rosa bu kelaveradi shvetlarni. Kelaveradi. So'nggi qo'raga o'tamiz. Birmi bular? Asosan birlar bular. Oo. Ha, qarang. Vosh baquvvatdan ekan-a? Birinchi qorin aka mana shu. Bunaqa sigirlar o'z oxir payt Elmiradan ham chiqarardi ko'pincha. Hozir ular ham dam olib endi boshlaydi ishni. Mana shu birinchi qoringa 7,5 oylik tozasi. Ha. Bir 700 kilo shu kelsa kerak-a? 700 ta kelaveradi. Ha, qarang. Yaltiroq badan bo'lib, yukini mesmay chopib yuribdi. Ha, qarang bilan tursin. Qarang, bu qo'ra asosan birinchi qorin, mana bu ham birinchi qorin. Mana bu turgan ikkita ham, ana orqadagi ham. Bitta bo'lmasa hammasi birlar bu qo'ra. Bo'g'ozli davri qanday bo'ladi? Xo'sh. Kechkisi yo'q-da bu yerda. Mana shu birinchi qorinchi, bitta bor. Mana shu kechki deganda ham 7,5 oylikda, 7,5 oylik.
Lekin rost akasi. Eng kechkisi bitta bor. Aha. U ham ikkinchi qori mana bu. Ha, mana bunisi. Ha. 4 oylik bo'g'oz bu. Bu sutdan chiqib bo'lgan-a? Sutdan chiqib bo'lgan. O, tug'sa lekin sutni qoyilataverar ekan. Sarfidiniga mol qancha ko'p dam olsa shuncha ta'sir qilaverar ekan keyingisiga. Ha, u anaqa kalsiy ko'payadi, o'zini immunitet oshgandan keyin ko'p beradida. Mol qancha ko'p Men dam olsa. sezgan bo'lsangiz, ana sog'ib yurib bir xil sezmay qoladi, tug'ib qo'yadi. Ular sut bermaydi ular. Dam olmasa sut bermaydi. 2 oy normada. Men birinchi qorinda pechati bor. Bu yetilib qolibdi-ku ancha bu. Tayyor. Xudo xolasa 1 hafta 10 kunligi bor. Xudo xolasa. Endi birinchi qorin baribir adashtiradi 1 kun 2 kunga. Ha. Birinchi qorin mana shu. Mashla bir 25 ta oshuv bersa kerak birda. 25 taga olaversin. Shu Lekin oshiq beradi. Mana. Mashla pulini bilmaysizmi taxminan? Mana shuni-chi. Tayyor-ku bu. Ha? 47 kami bor. 47 kami bor. Kami bor. Safidiniga mana bitta savol. Bozorlarda ham ko'p yurasiz. Birinchi qorin nimaga qimmat aka? Endi birinchi Ikki, qorin uchdan bir maslada qimmat u. yuradi. Masla u. Allansa yoshiga aldanda. Shunaqa. Mana. Bozorlarda ham shunaqada birinchi qorin bo'g'ozi qimmat. Endichi asosan 1-2 ni olsangiz uzoqroq ishlatasiz. Ha, Endi ha, 3 ta olgandan keyin 2 parta ishlab qo'yib bermaysiz-ku. To'g'ri aka. Mana. Ha, qarang. Hamchi bizda birinchi qorin kamayib ketdi. Bizda birinchi qorin mol kamayib ketdi. Shuni hisobi ham bor. Hozir endi birinchi qorinlar asosan shu привозной Rossiyadan kelayotganlar-da. Shunaqalarda. Shular qoldi-da. Hozir ham shu Rossiyadan olib kirib ushlab turibdi narx-navoni. Ha, tag'in ham aka bo'lmasa-ku ana tushunmagan odamchi 20 millionga ona bola sigir beradi, 18 millionga sigir beradi deydi-da, aka sifatiga tushunmagan odam. Lekin uni ikkitasini bitta qilsangiz, buni bittasi bo'ladi-da. Ha, qarang. Mana shu ham birinchi qorin rossiyskiy. Bu ham kechki emas. Bu ham 8 oylik. Xonadon bop lekin bu. Ha, puli ham Eng kichkinasi mana shu. Eng kichkinasi shu. 42 kami bor. 42 million. Ha, kami bor. Mana. Ot bo'lib yuribdi. Stogala qarang, yaramas turishi bularga. Turishi bularga. Hop, bularni ko'rsatdik. Endi o chetdagilari qoldimi? U yoqdagi ikkita sog'inimiz bor. Bolasi bor. Ko'rsatib beraveramiz, haydang. Ketdik. Mana chetga chiqib qolaylik, pauza qilib turaman. Do'stlar, O'zbekistonga kuz kelgan atmosferani qarang. Atmosfera deydi-ku, Instagramda videoda qarang. Mashalloh. Yetqizsin do'stlar. Mana qarang. Ketdik, boshladik yana kelgan joyidan. Men bu sog'inmi deyman, bo'yinda arqoni borlar. Qarang, bu sog'in. Ha, bunisi 27 ta suti bor. 27 ta suti bor. Ikkinchi qoringa tuqqan bolasi urg'ochi. Ha, bolasi ham bor-a? Bolasi bor. Bolasi bor, ha. Men bu ham sog'in. Aha. Buni 25 ta hozir, endi tuqqaniga 4 kun bo'ldi. Ha. Og'izdan to'liq chiqsa aniq bo'ladi-da suti. Ha, to'g'ri, o'lchanadi-da. O'lchanadi, ha. Mana qizilchi. Hammasi buncha. Bu sutdan chiqayotgan bu. Bu 6 oylik bo'g'oz sutdan chiqyapti hozir bu. Buni qo'yib bersang, hammasi burchak tiqilib oldi. ha, bu kechkilar baribir hech kim qiziqmaydi. Mana keyin men bu, 3-chisi men bu. Lekinchi Safidinaga hozir ana voqada ko'p gaplashaman odamlar bilan-ku, 5 ta bo'lsa ham suti bor bo'g'oz tashamanga deyishyapti. Mana tashab beravering. 4 ta yilini butun qilib o'zim chiqarib anaqa qilaman deyapti-da. Yo, ilinlari butun. Xoh kelib tekshirib olsin, ishonsa jo'natib beraman, farqi yo'q uni. Ha. Hozir endi rivojlanyapti hamma, kundan kun ahmoq odamni o'zi qolmadi deydi-ku. Ha, qarang. Shu mana shu oxirgi 2 yilda hamma shuni bo'ldi o'zi mollarda. Ha, mana galishdi, malishdi, endi unaqa yana hamma aqlli. Ha, qarang mollarni. Mana sal og'riroq ekan-a? Sutdan chiqib qotdimi bu? Yo'q, hozir og'izda dedingiz bu qorani. Bu og'izda, ha. Aka endi tuqqanda og'riq bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi, joyiga tushib oladi. Agar yoqtirgan odam bo'lsa, yedi ishda 4 ta yelin 2 mahal sutini ko'rsatib beramiz. Unda muammo yo'q. Bo'ldi. U bozor emas, boshqa emas, firma, tayin, mana darvoza. Tayyor joy, ha. Kelib tekshirib ham manzil, adres aniq. U bitta mol sotib darvozani yopib qo'yish yo'q. Ha, bo'lmasa bu necha yil oldin paydo bo'lgan-ku bu joy. Dargohga qaranglar. Bu yerda ustozlarimizdan Odil aka ham chiqardilar, Jamol aka ham chiqardilar. Mana qarang. Shetlik ulgura olmadim, lekin kadri guliydi deb. Mana shu ham ikkinchi qoring aka, mana shu ham.
Qaysi mamnisimi, oqimi? Ha, bolasi urg'ochi. Aha. Buni tuqqani 1 hafta bo'ldi. Bolasidan tashqari 24 ta chelagiga tushyapti. 24 ta? 24 ta. Ha, endi ani ishlari qaytib joyiga tushyapti. Shunaqa, ha. Bittani shoxliniki 27 ta, narg'isiniki 26 ta. 26 ta. Ha. Mana bu ikkovi bo'g'oz. Qizil bilan narg'isi bo'g'oz, ha. Ha, chetdiga. Uni pulini taxminan bilmaysizmi? Qaysinikini? Mana shu tuqqanlarini, mana mashina aytib ketavering. Aka bular 55 bo'lsa ketdi, ona bolaga. Ona bolaga. Ha. Bo'ldi. Mana bu ikkinikicha. Mana bunikimi? Ha. Bu 56 bu. 56 ming. Ha. Qarang. Mana bunikini aytib o'tib ketding, sal bolasini mazasi yo'q. Ha. Ya qoladi ya ketadi. Shu yog'i ham bor. Ha. Uni endi kesa tepasida ya boshqa buzoqqa almashtiriladi, shunda narxi chiqadi-da uni. Ha, to'g'ri aka. Mana ko'ringlar. Sutga ishlaydiganlar. Sizga ishonchligingiz kerak. 30 ta sut, 25 ta sut, nechta? 20 tami bor. Ishonchlisi bor. Kelib bemalol sog'inlarini tekshiravering. Bu yerda dimlangan, pimlangan narsa yo'q. Mana go'sht bor ekan-a mana shu. Shunaqa. Go'sht chiqaryapti oldin. Sarilariga ham har tomonlama mol. Molli ham gullari. Yangi partiya qachon keladi endi? Xudo xolasa. Kelib ketyapti aka. Balki erta kelar, balki indinga kelar. Ertaga kelsa, ana ikkita qo'ra bo'lmay qolib, boshqa mollar ham bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa, keldi ketdi bo'lib yotdi. Bu yoqqa sovuq tushdi, salqin tushdi, sut sezon boshlandi. Xayol suradiganlar xayol surib turibdi, lekin ish qiladiganlar maza qilyapti. Bahorga chiqib, xudo xolasa bitta-bitta. Har doim tavakkal qilgan o'tadi. Ha, xayol surgan yuraveradi. Mana nima bo'lar ekan, nima qo'yar ekan deb o'tirgan odam qiyin. Ichkarida bormi-ki, tugadimi shu yerda o'zi? Ichkarida yo'q lekin. Qolmadimi? Ichkarida yo'q. O oldingida egiz tuqqan hammasi ketdi, sementallar. Ular ketdi ular, ha. Keldi-ketdi ko'p bo'ladi. Mana. Do'stlar, niyat qildim deganlar, mana shunaqa sifatli, original, etgan sutini beradigan, shunaqa sigir qidirib yurgan tanishlarga videoni uchiramiz. Podpисчикlarda bo'lgan hammadan Alloh rozi bo'lsin. Shu bilan obunachilar nima deymiz aka? Video tugatamizmi? Shunaqa aka, mana borlarni hozir ko'rsatdik. Aha. Keyingi partiyalarni chiqarib beraveramiz. Joyi qarang. Alloh ko'rsin. Toshkentda havoni cho'ta nasrinasi yo'q. Kuz kelganini sezdiryapti-da. Ha, bildiryapti. Chorva O'zbekiston. Eng zo'rini, eng sifatlisini, eng yaxshisini sizga tavsiya qilaman, ravo ko'raman. Musofirdagilar eson-omon yorug'ingiz bilan vatan kelib olinglar. Film tugadi.